Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi videomiz bolalarda tez uchraydigan, lekin ota-onalar gapirishga uyaladigan muammo enurez, ya'ni siydik tutolmaslik haqida gaplashamiz. Eng muhimi, bu kasallik ayb emas. To'g'ri koyish emas, to'g'ri yondashuv bilan albatta yechim bersa bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin bizga like va podpiska bosishni unutmang. Albatta uy sharoitida davolashni bir nechta yo'llarini bilib olasiz. Enurez nima va necha yoshgacha norma, necha yoshdan keyin kasallik sifatida qaraladi? Enurez bu bolalarni tunda noixtiyoriy, ya'ni ixtiyorsiz seyish hisoblanadi. O'zi normada 5 yoshgacha bu kasallik sifatida qaralmaydi. 5 yoshdan keyin agar haftada 2 marta kuzatilayotgan bo'lsa, bu albatta jiddiy muammolar bo'lishi mumkin. Xo'p, endi enurez kasalligini bir nechta asosiy sabablari bor. Birinchisi bu asab tizimini yetilmaganligi hisoblanadi. Keyingi sababi tungi siydik ishlab chiqarilishini ko'payishi. Undan tashqari esa bu irsiy omillar, ruhiy va stress holatlari ko'payishi va chuqur uyqu asosiy sabablar bo'lishi mumkin. Muhimi, bola buni ataylab qilmaydi. Endi uy sharoitida davolashni bir nechta samarali usullarini sanab beraman. Birinchisi, ichimlik ichish rejimini to'g'ri tashkil qilish. Eng asosiy e'tibor qaratadigan joyimiz, hurmatli ota-onalar, mana shu hisoblanadi. Ko'pchilik ota-onalar bizga kelishadi, doktor dori bering yoki bo'lmasa qanaqadir sehrli yondashuv kutishadi. Yo'q ota-onalar, hurmatli ota-onalar, buni sehrli tomoni yo'q. Xo'p, birinchi navbatda refleksni shakllantirish kerak bo'ladi, ya'ni bosh miya bilan siydik pufagini o'rtasidagi. Xo'p, ichimlik ichish rejimini to'g'ri tashkil qilish deganda 18:00 dan keyingi ko'p suyuqlik ichishini nazorat qilishimiz kerak. Keyingisi esa kechqurungi gazli ichimliklar, kofe, kola mahsulotlarini butunlay cheklash tavsiya qilinadi. Va kechqurun yotishdan oldin hojatxonaga borishni odat qilib shakllantirish kerak. Keyingi yechimi bu siyish tartibini o'zgartirish. Ya'ni kunduzi 2-3 marta bolani hojatxonaga borishini o'rgatish. Undan tashqari esa yotish oldi bilan oxirgi marta hojatxonaga kirish, ya'ni siyishni doimiy ravishda o'rgatish. Keyingi yechimi bu motivatsiya berish, ya'ni bolani maqtov. Ko'pchilik ota-onalarni qiladigan eng katta xatolardan bittasi, siyib qo'ysa bola uni koyiydi yoki bo'lmasa oila a'zolarining ichida uyaltiradi yoki tanqid qilishadi. Bu teskari ishlaydi. Ya'ni bolani jazolash qat'iyan man etiladi. Ya'ni hech bo'lmasa maqtov yoki bo'lmasa quruq tunlar, ya'ni siymagan kunlarni kalendarini shakllantirib borish yoki unga moddiy rag'batlantirish juda ham yaxshi ishlagan praktikamizda. Hech bo'lmaganda biror joyga nimadir va'da berib sayohat qildirish yoki igroviy zallar va ular ham bo'lmagan taqdirda uy sharoitida maqtov, doimiy maqtov bolani bosh miya bilan siydik pufagini o'rtasidagi reflekslarni bog'lamini juda ham kuchaytiradi. Keyingi yechim bu uyqu gigiyenasi. Bola haddan tashqari juda ham charchab uxlab qolmasligi kerak. Va eng e'tiborlisi, telefon va gadjetlardan uxlashdan oldin foydalanmaslik tavsiya qilinadi. Keyingi yechimi bu enurez signal qurilmalari. U enurezni oldindan, ya'ni siyishdan oldin ogohlantirishi mumkin va bu narsalar 2-3 oy amal qilganda juda ham yaxshi samara beradi. Agarda shu yuqoridagi sanab o'tilgan yechimlar yordam bermasa, keyin albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak. Azizlar, yuqorida aytib o'tish esdan chiqibdi. O'zi enurez kasalligini davolash urologlar kasalligi hisoblanadi. Lekin shuni yodda tutishimiz kerak, albatta
nevrologik muammolar ham asosiy sabab bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor berib qo'yamiz.